Amerika prezidenti Joe Biden bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tirishidagi 50 minutlik telefon suhbatida Ukraina masalasi qatorliq ikki davlat o'tirsida jiddiylik paydo qilgan masalalar muzokara qilindi. Oqsaroy bayonotchisi Jen Psakining yozma bayonotiga qaraganda, Biden Putinni Amerika masalasidagi jiddiylikni pasaytirishga chaqirdi. Xitoy doiralari boshqa davlatlardan farqli holda yo'qolmang'uchi sonini nolga tushirish shuari bilan 22 dekabr 13 million nüfuslik Xi'an shahrini butunlay qamal qilib, maktab va ko'plagan korxonalarni taqidi. Ma'lum bo'lishicha, tuyuqsiz qamal qilish va qattiq tadbirlar kishilarning noroziligini qo'zg'ashga boshlagan. Shahar aholilari ijtimoiy taratqularda tomoq va yemaklik zakaz qilishning qiyinligidan og'irlashga boshlagan. 3. İgileniçe Angliyada Pfizer şirketi ishlab chiqargan Xitoy virusi qarshi dori 18 yoshdan yuqori yenik va o'tiral kasallarga giribdor bo'lgan, ammo nacharlashish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarga ishlatishga tasdiqlangan. Angliya dorigarlik va sog'liqni saqlash mahsulotini nazorat qilib boshqarish organining bayonotida dorining yuqumning dastlabki bosqichida iste'mol qilinganda eng unumli ekanligi, dorining kasallik alomatlari paydo bo'lgandan boshlab 5 kun ichida ishlatish tavsiya qilinganligi o'tirib qo'yilgan. Armeniya hukumati 2022 yili 1 yanvardan boshlab Turkiya mollariga qo'yilgan embargoning bekor qilinganligini e'lon qildi. Armeniya iqtisod ministrligi bayonotida Turkiya importiga embargoni uzartmaslik qaror qilindi dedi. İgileniçe Türkiye'nin Nagorno-Karabakh urushida Azerbaycanni qo'llaganligi sababli Armeniya hukumati 2021 yili 1 yanvar Turkiya mollariga 6 oy embargo qo'yishni qaror qilgan va 6 oyda embargoni yana 6 oy uzartgan. Koreya hukumati kripto pullardan ilhom olgan ko'chma o'yinlarning taqilishiga qarshi harakatga o'tib, NFT o'yinlarini chekladi. İgileniçe hukumat hozir bar bo'lgan o'yinlarni olma va Google App do'konidan chiqarib etishni talab qilgan. NFT o'yinlari blok zanjiri texnikasi orqali o'yinchilarga faqat o'yin o'ynash orqali mablag' selish va pul tepish imkoniyati yaratib bergachga yaqindan buyon olqishga erishgan. 12 ayning 30 kuni Amerikada yangidan diagnoz qo'yilgan bemorlar 589 356 bo'lib, buning bilan umumiy yuqumlanuvchilar soni 54 million 252 ming 612 ga yetgan. Yangidan 1419 odam qazo qilgan bo'lib, qazo qilganlarning umumiy soni 824 ming 339 bo'lgan. O'zbekiston Oliy va kasbiy ma'arif ministrligining bayonotchisi Zafar Amirqulov ijtimoiy taratqularda va bir qism axborot organlarida e'lon qilingan O'zbekistondagi universitetlarda yog'liq va uzun yubkaning cheklanganligi haqidagi xabarlar haqiqatni aks ettirmaydi dedi.